O'yinchi tursa shunda turaman. O'yinchi yaxshi, mazam. O'shana yarim soat oldin uyg'onamiz, budilnik qo'yib qo'yamiz. O'sha yarim litr suvni mana shu yotgan holatimizda ichamiz. Biz kerak o'shani ichib tugatib bo'lganimizdan keyingina 10 marta u yoqqa, 10 marta bu yoqqa aylantiramiz. Voy. Tushundingiz? Mana shu narsalarni 10 martadan qilamiz. Esingizdan chiqib qolmasin qizlar. 10 martadan. Davay, oyoqni baravar tepaga ko'tarsa kelsin. Tez-tez 10 martadan. Hammasi 10 martadan. Yotgan holatda bukamiz. Bu yoqqa, bu yoqqa. Yelkangiz turaversin, ha. Buni buring. Endi uni, shunaqa. Hop. Keyin durdona. 70. Durdonaga to'g'ri bor. Sitora. Tamam. 48 qilib turavering mayli. Farida. 76. Bitta mavluda siz ekansiz. Qolganlar bilar ekan kilosini. Bir haftadan keyin o'lchaymiz. Har kuni bir hafta shu ishni qilamiz. Tushundingizmi? İçimizdagi har bir insonda 2 kilo lish-lishligimiz yuradi. U chiqib ketmaydi. Tozalanib. Ana o'sha narsani biz tozalashimiz kerak. U narsa bizda ichimizda turavergan